bir avtorning Navoiyning shuncha ko'p g'azalga taqmis bog'lishi faqat Nizariyni Navoiyanda qilgan Uyg'ur adabiyotga xos bo'lib, bu boshqa bir turkiy shoir yoki qarindosh xalqlar adabiyotida ko'rilmagan badiiy hodisadan iborat. Demak, Alisher Navoiy albatta Alisher Navoiy izdoshlari Uyg'ur adabiyotida bo'lganda, ma'lum ma'noda aytganda Uyg'ur adabiyotining Navoiydan keyingi an'anasi shoir izidan mengib rivojlanganiga o'xshash O'zbek adabiyoti ham Navoiyning izidan berish orqali rivojlangan adabiyot. Jumladan O'zbek adabiyotining Navoiydan keyingi namoyandalarning ijodini, O'zbek adabiyotining keyingi bosqichini 16-18 asrdan keyingi 18 asrdagi bosqichlarmi Navoiy ijodidan iz bosish orqali beyg'on, rivojlangan, taraqqiy qilgan adabiyot. Lekin qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, bir adibning, jumladan Abdurahim Nizariyning Alisher Navoiyning qiyin 40 parcha g'azalga taqmis bog'lishi faqat Uyg'ur adabiyotiga xos bo'lgan bir xil adabiyot hodisasi bo'lib, bu boshqa turkiy xalqlar adabiyotida ko'rilmagan ahvoldan iborat. Navoiy xalq an'anasi go'yo kuch ulab yugurish musobaqasida Molla Bilal va tajalli ma'naviy emgaklar orqali adabiy yuksaklikka ikki davrning yukini yuklagan 20-asr Uyg'ur adabiyotining munavvar vakillaridan Lutfulla Mutallib, Nimshahid, Ahmad Ziyoiy va Abdurahim O'tkirlarning ijodiga ulashdi. 1930-yillarda bütün Şinjanni qoplagan yangi ma'rifchilik harakati jarayonida bir qism san'atkorlar Navoiyning Farhod va Shirin, Layli va Majnun dastonlarini sahnalashtirib, Urumchi, G'ulja, Cho'chak va Oqsuv sahnalarida o'rinladi. Bu harakatning aktiv ishtirokchisi va cho'ng bahrilanguvchisi Lutfulla Mutallib bo'ldi. Yalqinliq shoir 40-yillarda ko'p qirliq san'atkor sifatida Oqsuv sahnalarida o'rinlagan ijodiy dramalarda asosan Navoiy dastonlarining san'at va badiiy xislatlarini namoyon qildi. Bu yerda yana bir narsani misolga olamizki, Uyg'ur adabiyotida biz oldingi sahifalarimizda so'zlaganda bo'libmi Layli Majnun va Hamsi dastonlarining variantlari haqida gap qilgan chog'imizda 3 uqumni o'tirdi qo'ydik. Buning birinchisi Alisher Navoiyning klassik dastonlari, ya'ni original dastonlari. Demak, buning yana birisi Alisher Navoiyning original klassik dastonlarini o'qish, Molla Sidiq Yarkandi va Umar Boq Yarkandilarning nasriy nusxalarini o'qish orqali shakllangan Farhod Shirin Layli Majnun haqidagi cho'chaklar yoki afsonalar jumladan uning xalq kitobidan iborat. Biz oldingi sahifalarimizda Uyg'ur adabiyotida Alisher Navoiy dastonlarining 3-bir varianti nusxasi bo'lgan xalq kitobining yo'qkanligi haqida ba'zi talqinlarni o'tirdi qo'ydik. Bu O'zbek adabiyotida bor bo'lgan, O'zbek Navoiyshunosligida bor bo'lgan. Shuning bilan birlikda Uyg'ur xalq dastonlari degan kitobga Farhod Shirin, Layli Majnunning xalq kitoblari kirgizilmagan. Biz bu haqda davomli tadqiqot olib berishimiz, Farhod Shirin, Layli Majnunning xalq kitoblari zodi Şinjan yezdirida Uyg'ur xalqining orasida bormi yo'q, tarqalganmi yo'q. Bu haqda tadqiqot olib berishimiz lozim. Biz hozirgi leksiyamizda dal 40-yillarda Lutfulla Mutallibning Oqsuv sahnalarida Farhod Shirin va Layli Majnun dastonlarini o'rinlaganligini aytdik. Layli Majnun dastoni haqida yana to'xtalamiz. Bular ehtimol mana mushu dastonlarni ayni vaqtdagi yozma dastonlardan foydalanish bilan birlikda dal Layli Majnun va Farhod Shirin dastonlarining xalq variantlaridan foydalanib yozganligi bir ehtimol. Yana shoir 40-yillarda ko'p qirliq san'atkor sifatida Oqsuv sahnalarida o'rinlagan ijodiy dramalarda asosan Navoiy dastonlarining san'at va badiiy xislatlarini namoyon qilgan. Umuman bu yerda Lutfulla Mutallib balki Navoiyning asli daston originalini ko'rgan yoki bo'lmasin Abdurahim Nizariylarnikini ko'rgan bo'lishi mumkin. Yana muhim bir ahvol, shoir mushu dastonlarini yozish,
uni Uyg'ur xalqining badiiy tafakkuriga yaqinlashtirish, texmi muhimi 40-yillardagi hayotni, 40-yillardagi vaziyatni, o'zining ideviy mazmunini, g'oyasini ifodalash ustidan ayni vaqtdagi Uyg'ur xalqining badiiy tafakkurida borliqqa kelgan Farrosh Shirin Layli Majnunlarning xalq kitobidan foydalangan bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi kishilarni aytqizib, dastonga ba'zi yangiliklarni kirgizgan bo'lishi mumkin. Yana shoir ijod daryosida g'uloch tashlab uzish uchun 1938-yili İbrahim Mutiyning ustoz va otadorchiligi bilan diniy maktabda maxsus Chahar divan, ya'ni Xamsa Navoiydan dast elib, uni adabiy kamolatining ma'naviy sho'tisi qilgan. Bu haqda İbrahim Mutiy haqida yozilgan aslimalarda aniq ma'lumotlar bor. İbrahim Mutiyning o'quvchisi bo'lgan Lutfulla Mutallib she'riy yo'lga kirish, Lutfulla Mutallibning klassik adabiyotdan xabardor bo'lish, Abdullah To'qay jumladan Rosh she'riyati va adabiyoti bilan tanishishda mashhur va marhum olim İbrahim Mutiyning yetaklashi va mehribonligi gavdalik bo'lgan. Demak, Lutfulla Mutallib 40-yillarda Aqsu sahnalarida mushu dramalarni o'ynagan chaqda Alisher Navoiyga bo'lgan opirlik tuyg'usini ifodalab mundaq yozgan. Demak, bu yerda Lutfulla Mutallib bir tarafdan Alisher Navoiy mana mushu asarni sahnalashtirish, o'ynash jarayonida bu asarning mazmun va badiiy yuksakligining, kengligining g'oyat zo'r ekanligini bilgan. Demak, Lutfulla Mutallibning 40-yillardagi orzusi badiiy o'y fikrlarini ifodalash uchun Farrosh Shirin Layli Majnun dastonlari intayin keng bir bo'shliq, imkoniyat yaratgan. Demak, shoir buni qandoqdir boshqalarning asarlaridan o'qib emas, Alisher Navoiyning asarlarini bevosita Chag'atay Uyg'ur tili bilan o'z originalini o'qib, zo'qlana olgan, uningdan bahrini olgan. O'z navbatida o'zining Aqsudagi 40-yillardagi faoliyatlari uchun Layli Majnun va Farrosh Shirin dastonlarining o'z ideyasini tashviq qilish uchun shunday mos kelganligi, mushundaq nuqtadan hayajonlanib Alisher Navoiyga bo'lgan muridlik, shundaqla Alisher Navoiyni ustoz bilishdan iborat, Alisher Navoiyning qalam quvvatiga tahsin opirin o'qishdan iborat hissiyot bilan mundaq yozgan. O'qib ash'orlaringni g'arqmas bo'lib, ta'sirotim chinisiga ta'sirat bo'lib, yepib kitobni o'zimga savol beraman, Navoiy qandoq bir ulug' odamdir deyman. Qenidi shu Navoiy qeni bir ko'rsam, muborak qo'llaridan uning bir so'ysam, qarab tursam xamsini yozganda, qarab tursam qalamni go'har qazganda, qo'y shoir so'zlimi jo'ylib yo'qqa, Navoiy ko'milgan emas tuproqqa, uning mozarini har bir varaqdan izla, gumbaz qabrisini har misrodan izla. Mana bu Mutallibning ta'sirotim she'risidagi muhabbatlik satrlar bo'lib, uningda shoir Navoiy dastonlariga bo'lgan adabiy faxrlik tuyg'usi va bu ulug' odamga nisbatan qo'yiq g'oyibiy shogirdlik hissiyotini talmih san'atining vositida xalqona bir kayfiyatda aks ettirgan. Li Mutallibning Navoiyni o'rganish orqali shoirning 16 turdagi lirik bisotida bo'lmagan muhtaminat bilan muhashshahdan iborat ishki ijodiy janrni milliy she'riyatimizga elib kirishi uning talantining hayratlik talabi va novatorligidir. Demak, bu yerda Lutfulla Mutallib bir tarafdan Farrosh Shirin va Layli Majnun dastonining xalq variantlariga murojaat qilganligi bir ehtimol. Bu davomli tadqiqotimizni kutadigan bir masaladan iborat. Yana bir tarafdan Lutfulla Mutallibning mush 40-yillarda klassik adabiyotga, jumladan Navoiyning ijodiga varislik qilishdagi eng gavdalik, novatorligi va o'tkir talantining bir ifodasi bizning she'riyatimizda, 1000 yillik she'riyatimizda bo'lmagan muhtamilat bilan muhashshahdan iborat ishki bir janrni bugungi zamon adabiyotimizga elib kelganligi. Demak, mana mushu janrlarning klassik adabiyotimiz bilan aloqasi Lutfulla Mutallibning ijodkorligi va uning talanti ham Lutfulla Mutallibning ijodiyatidan ko'riladi, ham Lutfulla Mutallibning Uyg'ur adabiyotidagi nihoyat yuksak o'rinni gavdlantiradigan bir tarafdan iborat. Buningda biz Lutfulla Mutallibning Navoiyga bo'lgan izdoshlik munosabatlarini mana mushunchalik askartimiz.
1943 yılı Şinjan gazetida Uyg'ur adabiyotining ikki davriga vakillik qilguvchi tipik ikki donishmand birga bo'lib o'tgan. Buning birisi ijodkor bo'lsa, ikkinchisi ziyokor edi. Ishki va tashqi ifodalar farqli bo'lgan bu karvonboshlarning manzili bir bo'lib, ijodkor Li Mutallib keyin Oqsuga Nemshehidning qishig'i palangan. Mazkur o'rinda qisqa muddat ishlab qolguvchi ziyokor bo'lsa, ishki zamon adabiyotimizning bog'lug'uchisi Ahmad Ziyoidir. Qismatlarga boy shoir shu yil qishda qisqa fursatda Robiya Saydin operasini yozib chiqdi. Asarning beshidagi Abdurdin deb nomlangan qisturmada Ziyoi bu haqdagi taassurotlarini mundaq sharhlagan. Qashqarda o'tgan Zuhuriddin Hekimbergning Abdurhim Nizari degan iqtidorli kotibi bo'lgan. U Alisher Navoiyning Xamsisga o'xshatib Xamsi yozgan. Nizari Xamsisida Navoiyning Farhodi she'rini o'rniga Robiya Saydinni olgan. Men uzun yillardan buyon arablarning Layli Majnuni, Bag'dodliklarning g'erib sinimi bor ekan. Bizda bundaqlar yo'qmidi deb o'ylab yuratdim. Oxirda buni Arabiston cho'llaridan, Bag'dod vodilaridan, Armaniston tog'laridan emas, balki Uyg'urning qaynimi bo'lgan Qashqa, Bayto'qaydagi Yamonyor o'stingi bo'yidan topdim. U bo'lsimi sizlar ko'rib turgan Robiya Saydin dastonidir. Vaqa bo'lib bir asrdan ko'proq vaqt o'tgandan keyin kamina buni milliy san'atimizda opera sifatida jilva qildirishga muvaffaq bo'ldim. Ko'rinib turibdiki, Ahmad Ziyoi o'z zamonasi va millatining Farhod she'rini yozmoqchi bo'lgan. Opera orqali shoirlik talantini namoyon qilgan. Shoir xamsichilik an'anasidan bo'lganda Navoiyning vositalik, Nizarining bevosita adabiy ta'siriga uchirgan. Garchi u mavzu, vaqalik va personajlarni tanlaganda Nizari izidan kelganda qilsimi, lekin mohiyat jihatdan dastonda Navoiyning badiiy g'oyasini davomlashtirgan. Chunki shoir asaridagi Saidinning tragediyasi Majnunning, Robiyaning fojiasi Laylining taqdiriga o'xshash bo'lib, feodallik jamiyatdagi tabiiy munosabatidan kelib chiqqan bundaq muqarrar qayg'uliq oqibat har ikki dastondagi mungluq va unutilmas kayfiyatni shakllantirgan. U quyuq yarlik puroqqa ega realistik voqeani Layli Majnundek yuksak romantik povustda ifodalab, Navoiycha adabiy uslubni gavdalantirgan. Umuman Ziyoi bir davrning ijtimoiy hayoti bilan bog'langan va butunlay yangilangan siyosatlar orqali xamsichilik rivojini bayqan. Bo'libmi 1985-yil e'lon qilgan zamonaviy adabiyotimizdagi shu nomli cho'ng hajmlik deganimizda 6743 baytlik nodir liro-epik dastoni orqali shoir 40-yillardagi o'zidan olqib ketib qolmay, balki har qaysi taraflardagi utqlar bilan Nizari dastoniga yangi libos kiygizib, uzoq qadimgi an'anani mohiyatlik ishga bog'lanishga ega qilgan. O'tgan asrning oldingi yarmi Ziyoi ijodiyatining oltin davri bo'lib, uning 1947-yili zilzila paydo qilgan Tuzumah cho'chaklar nomli to'plami el yurt uchun tortgan azobni shohlik taxtiga qiyos etkilib, xalq yo'lidagi 1 minut qayg'u 1000 yillik rohat uchun yakkilik degan nodir misralar bilan ochilgan. Agar biz Xazoinul Maonini varaqlasak, Ziyoi misralarining Navoiyning butun xalqparvarlik va insonparvarlik dunyoqarashining qoymiqi va umumiysi bo'lgan 100 jafo qilsa menga bir qatr faryod aylibon, elga qilsa bir jafo 100 qatr faryod aylaram beytiga tatabbu qilinganligini o'ng'ayla his qila olamiz. Demak, Ahmad Ziyoi dunyoqarash jihatdan taraqqiyparvar xohishga ega adib bo'lgani bilan xislat va san'at unchilari aloyligi jihatdan Alisher Navoiy an'anasidagi shoirdir. Demak, bu yerda Ahmad Ziyoining Robiya Saydin dastonini o'z navbatida Alisher Navoiyning Layli Majnun dastonining izidan mangib aks ettirilgan. Uslubi shunday.
Lekin biz ta'kidlab o'tganimizga o'xshash, bu yerda Ahmad Ziyoning bu asari xuddi Abdurahim Nizariga o'xshash motivda yozilgan bo'lsa-mu, lekin bularda ikki davrning ruhiy aks ettirilgan. Endi Ahmad Ziyodan keyin Abdurahim O'tkir klassik adabiyotimiz, jumladan Alisher Navoiy G'azdalxonlik an'anasini yangi zamon adabiyotimizga ulashtirgan mashhur adib. She'ri balog'at, vazndagi jangovarlik va o'z g'oyasi uchun sham parvonasida ko'yib yenish Navoiy adabiy maktabini bo'ylab ketayotgan shoirning muhim ijodiy aloyidligi bo'lib, O'tkir apandi ana va saf Uyg'ur tilida ijod qilishdagi betakror san'atkordir. Bundaq deganimiz, Alisher Navoiy asarlarida arab faris tilining ta'siri bir qadar kuchli. Uningdan keyingi shoirlarning asarlarida arab faris tilining ta'siri bir qadar kuchli. Ahmad Ziyoiy arab faris tillarining mutaxassisi bo'lgan, lekin she'rlarida arab farscha so'zlarni xeyli ko'p ishlatgan. Ammo aruz vaznda Uyg'ur tilidagi so'zlarni eng ko'p saf so'zlarni ishlatish orqali arab faris tillarining zamonimizdagi ta'siridan bir qadar soqit bo'lgan asosda Uyg'ur tilining yana bir go'zal o'rnaklarini namoyanda qilgan shoir Abdurahim O'tkirdan iborat. Masalan, Abdurahim O'tkirning Hidoyatnoma, ya'ni Umr haqida Muhammad nomli mushu nodir asarida arab farscha so'zlardan bir nechasi bo'lishi mumkin. Lekin buni shu she'rning o'zimi aruz vaznida yozilgan. O'z navbatida Uyg'ur she'riyatida nodir aruz vaznidagi she'rlarni yozg'il bo'lmaydi degan mana mushu gapni zamonaviy adabiyotimizda Abdurahim O'tkir o'zining ifodasi, o'z amaliyoti orqali isbotlagan. Abdurahim O'tkir aruz vazni haqida baldur ilmiy tadqiqot olib berib, adabiyotshunasligimizdagi benormal qarashlarini tuzitib qolmay, ya'ni zamonaviy temalarni aruzda yozishning ulgusini yaratgan. Onun qadimqi va zamonaviy she'riyatning cheqilishidan parlagan sarxil ijodi kechidagi do'lqinliq daryo yoki gulxonda ko'z oldimizda gurkirab turadi. Shoir oldingi asrning 40-yillari Navoiy chig'irini bo'ylab nomli ilmiy adabiy maqolasini yozib, hozirgi zamon adabiyotimizni quvvat topqizishimizda Navoiydan qaysi jihatlardan oziqlanganligimiz haqidagi taassurotlarini tunji bo'lib bayon qilgan. Ehtimol 30-40 yillarda Lutfullo Mutallib she'ri orqali Navoiyni gavdalantirgan, Navoiyga bo'lgan hurmat, muhabbatni ifodalagan bo'lsa, Abdurahim O'tkir 40-yillarda Navoiy chig'irini bo'ylab nomli mush ilmiy amgigi orqali nazariy adabiyotshunaslik jihatdan, ilmiy nuqtadan hozirgi zamon adabiyotimizni, klassik adabiyotimizning an'anasini rivojlantirish va qanday qilganda Navoiydan, klassik adabiyotidan badiiylik jihatdan, fikr mazmun jihatdan qanday quvvat topqizishimizni ilmiy yakunlagan va ko'z tutmagan mutafakkurdan iborat. Zo'r shoirona istidod bilan Bobur va Gumnom g'azallariga mushoira qilgan. 1968-yil e'lon qilgan Shoir do'stumg'an mavzuliq Muvashshahning maqtasida Abdurahim O'tkir mundaq yozgan: "Na yangliq baxt idi billa Navoiy varisi bo'lsaq, yezib bulbul tili birla g'azallar Bohiristonda." Shoirning mana mushundaq ko'ydirgich, muhabbatlik va armonliq misralarida Navoiyni g'oyibiy ustoz bilib, uningga bo'lgan chunqur va izdoshlik hissiyotini ifodalagan. O'zi intilayotgan g'oyibiy dunyo uchun Navoiyning ma'nolar g'azinasiga murojaat qilgan. Soyidak agashdi hijron bog'lanib nomim bila. Bir so'yinsam nim bo'ladi vasl ayyomim bila. Shuncha yillar ko'ylisammu zavqi ilhomim bila. Bir qadah may ishmidim savri gulandonim bila. Bir nafas o'yrilmadi davron mening nomim bila. Navoiy g'azaliga muhammas mavzusidagi mazkur taxmisning matlisidan ayonki, O'tkir apandining o'z maqsadini izlab yurayotgan lirik qahramoni Navoiyning ideya va obrazlar dunyosini ilhom va parvoz manbasi qilgan. U Navoiy g'azinasidan o'zining badiiy estetik g'oyasiga eng mos nazmini tanlagan. Taxmis har qaysi jihatdan g'azalning ma'naviy imkoniyat va sig'imchanligini kengaytgan. Natijada g'azal bilan taxmis qurilma jihatdan bir tan, bir jonga kirgan. Uningda misralar mingashgan, vazirlarning sadosi qo'shilgan, iboralar uyg'unlashib, musiqiylik omillar tangshalgan. Qisqasi nur ustiga a'lo nur bo'lgan.
Shoir 1970-yil yozgan Bahor vasliga mushtaqliq nomli murabbiyasida Mahmud Koshg'ari, Yusuf Xos Hojibdan boshlanib, Li Mutallibgacha davomlashgan an'anaviy tema bahorga murojaat qilib o'z she'rini Navoiy izidan miskin ko'ray deb mayda yor aksin elib qo'lga sapolini kezar mayxona bandi bilan oxirlashtirgan ham bu kublitqa Alisher Navoiyning ashriqatman aksi shamsil kasi anvaril huda yor aksini mayda ko'r deb jomidan chiqdi sada degan misrolar bilan bir soqinomisning xarobot ichira kirdim oshibda hal may istarga ilkimni sungan sapal baytidagi fikrlarga nazari qilganligini izohlagan. Asli murabbiyani o'qiydigan bo'lsak, uningda o'z arzu e'tiqodiga majnunlarcha berilgan kishining ro'yi holatidagi umid va umidsizlikning ushqini chaqnab turadi. Iqtibos qilingan yuqorqi kublitda bo'lsa, ko'ngilsiz reallik mustasno qilingan holdagi murvat va tasavvuflarcha isyonkorlikning chaqlanishi bor. Bu yerda bir narsani izohlab o'tishga to'g'ri keladi. Biz Navoiyni Zullisoyin shoir, qo'shtilliq shoir dedik. Fani divonni mushuninga misolga oldik. Qo'shtilliq shoir bo'lish yoki o'zbek Fors adabiyotida she'ru shakar deb atalgan, mulamma deb atalgan bir janr Uyg'ur klassik adabiyoti uchun yangi masala va biz birinchi qatim litseyimizda o'tirdi qo'ygan masaladan iborat. Biz mana mushu Uyg'ur klassik adabiyotimizda arab farscha yozgan, turkicha arab farscha yozgan shoirlarning badiiy ijodiyati haqida tadqiqot ilib borganligimiz yo'q. Buning sababi bizda hem arab fars tillarini chunqur biladigan, hem she'riyatni chunqur biladigan olimlar, shoirlar va adiblarning kamligidan iborat. Alisher Navoiyning Ashraqatman aks shamsil kasi anvaril huda yor aksini mayda ko'r deb jomini chiqdi sada degan mana shu she'r mulamma, ya'ni Zullisoyin she'ru shakar uslubida yozilgan baytidan iborat. Buni Uyg'ur klassik adabiyotida biz tunji qatim o'tirdi qo'yib o'tamiz. Ashraqatman aksi shamsil kasi anvarul huda degan bu bayt arabcha yozilgan bayt. Buningda birmu turkicha so'z yo'q. Ikkinchi bayt yor aksini mayda ko'r deb jomidan chiqdi sada deganimiz Uyg'urcha, o'zbekcha misradan iborat. Demak, mushu misradan nimani ko'rib olishga bo'ladi deganda Alisher Navoiy yolg'iz farschini yaxshi bilib qolmasdan, balki arabchini intayin yaxshi bilgan. Arabchini faqat o'zining o'qiy oladigan, manbalardan foydalanadigan saviyada bilib qolmasdan, Ashraqatman aks shamsil kasi anvarul huda deydigan mana mushundaq yuksak arab tilining go'zalligini namoyon qiladigan, she'rda arab tilining balog'atini ifodalaydigan, she'rni yoza oladigan darajada arab tilini bilgan. Demak, ba'zilar Alisher Navoiyning o'zbek Navoiyshunosligida Alisher Navoiyning arabcha, turkcha lug'at tuzganligi haqidagi ba'zi ma'lumotlar mavjud. Uyg'ur adabiyotida bu narsa yo'q. Demak, Alisher Navoiy fors tilini bilib qolmasdan, balki she'riyatdimi o'zining arab tilini naqadar yaxshi bildiganligini gavdalantirgan. Alisher Navoiy o'zining Muhokimatul Lug'atayn nomli asarida tillarni darajaga ayirgan chaqda, garchi buningda bir qadar mutlaqlikka yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, arab tilini eng go'zal til, Xudoning kalomi nozil bo'lgan til bo'lganligi uchun bu tillarning birinchi sarosida, birinchi qatorda turishi kerak degan. Endi zamon betarafligi nuqtasidan Alisher Navoiy hindi tilini tillarning tovan darajasiga ayirgan. Sabab bu Budda dini yoritilgan, Budda so'tiralari bitilgan mushnaq tilgan. Endi bu albatta Alisher Navoiy yashagan zaman bilan munosabatlik. Alisher Navoiyning diniy dunyo qarish bilan munosabatlik. Albatta bu bir taraflamilik fikr. Buningga bugungi zamonda nurg'ulg'an kishilar albatta qo'shilmaydi. Demak, buningdan nimani ko'rib olamiz deganda, Alisher Navoiy fors tilini bilish bilan birlikda o'z oldi bilan diniy o'lima, diniy mutafakkir bo'lganligi uchun, tasavvuf va Qur'on Karim uning aqidasi bo'lganligi uchun arab tiliga e'tiqod bog'lagan. Bu Alisher Navoiyning arab tilini yaxshi bildiganligini ko'rsatadi. Bu Uyg'ur Navoiyshunosligida tilga ilinmagan, biz tadqiqotimizda e'tiborga berishga tegishli masaladan iborat.
Demek Abdurrahim Ötkür mana mushu beyitlarni, mushu yuksak beyitlarni o'zining ömür menzilleri toplamida ko'rsatgan. Qisqasi, Ötkür Alisher Navoiy an'anasining oxirgi bekitidagi shoir. Biz Abdurrahim Ötkür'den keyin bugungi zamon she'riyatimizda Alisher Navoiyga balki tatabbu qilgan, Alisher Navoiyning nomini tilga ilingan shoirlarni bilamiz. Lekin bunday o'tliq, bunday yalqinliq satrlarni, beyitlarni bitgan shoirni biz az uchirtimiz. Shuning uchun biz Abdurrahim Ötkür'ning Alisher Navoiy an'anasining oxirgi bekitidagi shoir. Bundacha qilib aytganda Alisher Navoiydan boshlangan Navoiyxonlik Uyg'ur adabiyotidagi an'ana Abdurrahim Ötkür'ni eng oxirgi bekat qilgan, Abdurrahim Ötkür'de kuchlik o'z ifodasini topgan deb aytay olamiz. U oz va soz she'riy ijodiyatida Navoiyga taxmis va naziri qilib, har ishki ijodning g'oyibiy motivlari, obrazda rangorangligi va badiiy san'atni oshirgan. Aslida Navoiyning majozi va haqiqiy ishq intizorligi kuylangan g'azal bo'lsa, Ötkür apandi uni shaxsning visol umidi, ijtimoiy dardlar yuksakligiga ko'tarilgan zamonaviy ruhdagi nadir asarga aylantirgan. Alisher Navoiyning bu asarida tasavvuf mazmuni bor, ishq, oshiqlik mazmuni bor. Endi buningga taxmis bog'laganda, mushu she'rni tatabbu qilganda Abdurrahim Ötkür buni 40-yillardagi o'zining orzusiga bog'lagan. Ya'ni visol umidi, g'oyasining amalga oshishi, romantik orzusining ro'yobga chiqishi, qiynalayotgan, puchlanayotgan shoirning, ya'ni lirik qahramonning orzusining reallikka aylanishidan iborat mazmunga burg'an.